Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. O'zbekiston mustaqilligimizning 35 yilligi mustaqillik bayrami kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Hammaning uyiga tinchlik, sog'lik, baxt, saodat bo'lsin, olib kelgan bo'lsin. Yurtimiz tinch, mustaqil, osmonimiz abadiy bo'lsin. 25-26 yillar tibbiyot yo'nalishimizga, ana xususan shu poliklinikamizga 28 ming aholiga xizmat ko'rsatamiz. Ancha mustaqilligimizning sharofati bilan xalqimizni davolash yo'liga ancha ishlar qilib, xizmat qildik. Poliklinikamiz yangi bo'ldi. Prezidentimizga rahmat, yangi poliklinika qurib berishdi. Hamma sharoitlarimiz bor. UZI apparatimiz, rentgen apparatimiz, laboratoriya, hamma apparatlarni 26-yilga tashkil qildik. Dimet programmasiga o'tdik. 27-yilga sug'urta tizimiga o'tdik. Xudo xolasa, ularni hammasini sharofati tagiga katta mehnat, mustaqilligimizning sharofati ko'rinadi. O'zimizni deputatlik faoliyatimizga ham mahallamizga ancha ishlar qilib qo'ydik. Deputat so'rovnomalar taqladik. Xalqimiz yurtimizdan rozi. Shu mustaqilligimiz bardavom bo'lsin. Kelajagimizga, farzandlarimizga bundan ham kuchli davlat qolishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Yana bir bor kelayotgan mustaqillik bayramimiz hammaga muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklayman.